Bismillahirrohmanirrohim. Al-vahdatu sadisa. 6-chi vahda adatun g'izaiya. Ovqatlanishga doir odatlar degani. Birinchi dars al-maidatur ramadoniyya, Ramazon dasturxoni. Somun ro'za, iftorun iftor, sahurun saharlik degani. Asnafun turlar. Maidatun dasturxon, salatatun xudor bo'lsa, yashillik, o'simliklardan tayyorlangan salat degani. Ko'katlardan tayyorlangan salat. Mashrubatun ichimliklar, halvayatun shirinliklar, fakihatun meva, mahashi bu dimlamaga o'xshagan ovqat ekan, arab ovqati. Kubabun bizni pirashkaga o'xshagan ovqat. Haddara yuhaddiru tahdirun tayyorlamoq. Tanavala yatanavalu tanavulun tanavul qilmoq, yemoq. Ajtami'u yajtami'u ijtama'a yajtami'u ijtima'un to'planmoq. Hop. Shahru Ramazon shahrun mubarakun 'indal muslimin. Buni hozir mana shu yerda o'zida pauza qilib turib, mana shu matnni avvalo o'zingiz tarjima qilib chiqing, keyin bu zapsni eshitsangiz va tarjimangizni tekshirib olishingiz mumkin bo'ladi. Musulmonlarda, ya'ni Ramazon oyi, shahru Ramazon, Ramazon oyi musulmonlardagi muborak oydir. Tajtami'ul ailatul kabiratu fi shahri Ramazon 'adatan hawla ma'idatil iftor. Oila, katta oila odatda Ramazon oyida dasturxon atrofida, iftorlik dasturxoni atrofida to'planadi. Tuhaddiru rabbatul manzili ta'am al-iftari qabla azan al-maghrib. Uy bekasi shom namozini azonidan oldin iftorlik taomini tayyorlaydi. Yu'azzinul mu'azzinu فتبدأ العائلة الطعام عادة بالبسملة وأكل حبة من التمر ثم دعاء الإفطار. Muazzin azon aytadi. So'ng oila taomni odatda bismillah bilan, iftorlik duosidan so'ng xurmodan bir dona xurmo yeyishni bilan boshlaydi. في شهر رمضان يتناول المسلمون وجبتين هما وجبة الإفطار والسحور. Ramazon oyida musulmonlar ikki mahal ovqatlanadilar. Huma vajbatal iftari va suhur. U vajbata degani mana ikkilikda kelyapti. Izofa bo'lgani uchun nun tushib qolgan. Iftorlik va saharlik ovqatlaridir u ikkisi. تحتوي مائدة الإفطار أصنافا كثيرة من الأطعمة والمشروبات والحلويات والفاكهة. İftorlik dasturxoni ko'plab turli ovqatni va ichimliklarni va shirinlik va mevalarni ko'plab turlarini o'z ichiga oladi, deyapti. Demek فنشاهد على مائدة الدجاج المشوي في مشوي والمحاشي والكباب والحساء وسلطة الخضار كالفتوش والتبولة. نشاهد بس ko'rishimiz mumkin على المائدة stolda dasturxonni ustida dajaj al-mashwi qovurilgan tovuqni va mahashi mana bunaqa do'lmani va do'lmamas shekilli. Do'lmani, xullas pirashkaga o'xshagan taomni va hasaun shurva va salatatul xudor mana bunaqa yashil o'simliklardan, ko'katlardan tayyorlangan salat. U salatlar tabula va fattush degan nom bilan mashhur ekan. Shu nomdagi salatlarni biz ko'rishimiz mumkin dasturxonning ustida demoqchi. ومن المشروبات التمر الهندي وعرق السوس وقمر الدين. İçimliklardan esa qamruddin bu o'rik sharbati va qizilmiya sharbati va hind xurmosi sharbatlarini biz ichimliklardan shularni ko'rishimiz mumkin. بعد انتهاء الإفطار يصلي أفراد العائلة صلاة المغرب عادة.
odatda shom namozini oila a'zolari iftorni tugatgandan so'ng o'qiydi. Summa yartahuna qalilan. So'ng biroz ovqatlanadilar va fayashrabuna ash-shaya va ba'd al-halwayati ar-ramadaniyya. Biroz dam oladi, so'ng choy va bu bilan birga ba'zi Ramazon shirinliklarini baklava va xurmoli keks kabi ma'ruk deb nomlanar ekan va qatoyif shahiyya degani ishtaha ochuvchi yong'oqdan tayyorlangan shirinlik. Qatoyif shu yong'oqlar, ya'ni yong'oqdan tayyorlangan shirinliklar. Uning ichi yong'oq va qishta qaymoqni o'z ichiga olgan ishtaha ochuvchi qatoyif shirinligi va ma'ruk shirinligi xurmodan tayyorlangan va baklava kabi Ramazon shirinliklarini choy bilan birga ichib yeb shunaqa qilishar ekan, ichishar ekan, tanovul qilishar ekan. بعد الاستراحة وشرب الشاي يذهب الرجال والنساء إلى الجامع. Dam olgandan keyin va choy ichgandan keyin erkaklar va ayollar jomiga boradilar, masjidga. Yusalluna tarovih namozini o'qiydilar va yaqrauna al-Qur'anal Karim va Qur'oni Karim tilovat qilib o'qishadilar. Ba'da solati tarovih namozdan keyin, tarovih namozidan keyin yarji'u nasu ila buyutihim. Insonlar uylariga qaytadi yoki yasharuna 'inda al-aqaribi aw fil maqahi ila vaqti as-suhur. Yoki bo'lmasam yasharuna bedor o'tkazadilar 'inda al-aqarib, qarindoshlarnikida bedor uxlamasdan o'tkazishadi yoki qahvaxonalarda saharlik vaqtlarigacha bedor bo'ladi demoqchi. Fawajbatu as-sahuri muhimmatun li sihhati as-soimi. Roza tutuvchining sog'lig'i uchun saharlik qilish muhim. Va hiya sunnatun va u sunnat. Faqala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, tasahharu, saharlik qilinglar, fa inna fi as-suhuri barakatun. Va albatta saharlikda baraka bor deb. Buni tarjima qilgandan keyin mana shuni ayni Ramazon kunlarida insonlar O'zbekistonda qanday shukuhda bo'ladi, qanday o'tkazadi, iftorlikda nimalar bo'ladi, nima ichimliklar, nima yeguliklar bo'ladi, shu mana bu yeguliklar, mana bu ichadigan narsalar. Mana bu yerda shirinliklar haqida yozishlik kerak bizda ham, mana aynan Ramazon oyida chiqadigan inshollahlar bor, shularni aytishlik mumkin. Va o'sha savollarga javob bergandan keyin bu yog'ini boshlaysizlar. Shu savollarga javob ber deyapti. Ramazonda necha mahal ovqatlaniladi? Ramazon taomlarining nomi nima? Bu tepadagi matnni olib tarjima qilib yozasiz bu yoqqa javoblarni. Ovqatlanish qachon tanovul qilinadi o'sha ovqatlar? Yegulik, ichgulik va shirinliklarning nomini tepadan olib yozishlik kerak. To'g'ri yoki xato belgini qo'yishlik kerak. Shu tepadagi mana shu gap tepada kelgan bo'lsa to'g'ri bo'ladi. Xato bo'lsa, kelmagan narsani keldi deb shu yerda yozayotgan bo'lsa, bu xato bo'ladi. X qilasiz. Tarovih namozi, maida, dasturxon, tamir xurmo, tuhaddiru tayyorlaydi. Shuni mana shu bo'sh joylarga qo'yib, to'rtta gapni to'ldirish kerak. Bu yoqda shirinliklar, mevalar, ichimliklar va saharlik ovqati va kechki ovqat, ya'ni iftorlik taomi, saharlik taomi va qahvaxona, shularni shu rasmlarga moslab to'g'rilashlik kerak. Bu yoqda birligi bilan ko'pligini bog'lash kerak. Sil degani bog'la degani. Birlik va ko'plikni bir-biriga bog'la. Shahrunni ko'pligi shuhurun bo'ladi. Maidatunni ko'pligi mavaidun bo'ladimi? Maidatun mavaidu mana. Shuni ko'pligini bir-biriga bog'lab, yodlab olishlik kerak. Ko'pchilik birligini biladi, ko'pligini bilmaydi. Xo'p. Bu yerda so'zni ziddini bog'lash kerak. Avvali birinchi degani, oxiri oxirgi degani, soimun roza tutuvchi degani. Hop. Bu yerda muftirun iftorlik qiluvchi degani. Shuna qilib bog'lash kerak. Bu yoqda so'zlarni birligi bilan murodif, buni zidd anaqasi bilan bog'lash kerak. Ya'ni ma'nosi bir xil bo'lgan ma'noda so'zlar. Murodif degani sinonim. Tuhaddiru tayyorlaydi degani. Tujahizu ham tayyorlaydi degani. Asnafun sinflar, turlar degani. Anva'un ham turlar degani. Shunaqa qilib qolganlarni bir-biriga bog'laysiz.
ichimliklar degani bu saharlik, taroveh namozi, soim ro'za tutuvchi, shirinliklar, muftir iftorlik qiluvchi, shu joyiga bo'sh joylarga mos bo'lgan so'zni qo'yishlik kerak. Bu yerda shayun choy, tamrun hindiyun hind xurmosidan tayyorlangan sharbat, asirut burtuqol, apelsin sharbati, hasaun sho'rva degani. Bu yerda ovqat nomi kelyapti, bu begona. Bu yerda aytyaptiki g'orib degan, ya'ni begona bo'lgan so'zni istabaid uzoqlashtir, ya'ni chiqarib olgan, shu kelayotgan so'zlarning ichidan begonalarini, mos kelmaydigan so'zlarni chiqarib ol demoqchi. Qobla bilan ba'dani o'rgatyapti bu yerda. Atanavalu dawaa qobla ta'am, dorini ovqatdan oldin tanovul qilaman. Sa'adrusu durusa, darslarimni ba'dal o'tlati, ta'tildan keyin qilaman degani. Shu qobla o'zidan keyingi so'zni al bilan kelishini va i'ga tugashini talab qiladi. Ba'da ham xuddi shu shart bilan keladi. Bu yoqda unazzifasidan tishlarimni uyqudan avval yoki keyin deb turib shu qobla yoki ba'dadan birini qo'yishingiz kerak va tarjima qilishingiz kerak. Ikkilikda o'rgatyapti. Tolibun, tolibani, tolibayni, talaba, ikki talaba. Mana bu talaba degani, bu ikki talaba degani, bu ikki talabaning degani. Muhandisatun, muhandisa, injener ayol, muhandisatani, ikki injener ayol, muhandisatayni, ikki injener ayolni degani. Bu yoqda misoldagi qilib, shu tepadagingga o'xshatib turib, rojulun, rojulanni, rojulayniga o'xshatib, baytunni, baytayni, baytayni qilib to'ldirish kerak. Al-baytu wasi'undi, al-baytani wasi'ani. Uy kengdir degan so'zni ikki uy kengdir deb ikkilikda mana shu gaplarni ikkilikka o'tkazish kerak. Hammasi gap bo'ladi. Bittasi al bilan, bittasi noaniq holatda kelyapti. Bular ismiy gap bo'ladi, sodda gap. Uchinchi qism yozma qismi. Yozishingiz kerak. Ovqatga 5 ta nom topasiz. 5 ta ovqat turini yozasiz. Mevani 5 ta turini yozasiz. Sabzavotlar, o'sha xudrovat, sabzavotlarni, ko'katlarni, shirinliklarni, muqobilat, ishtah ochuvchi gazaylarni, mashrubat, ichimliklarni 5 tasini nomini strelkaga mos qilib yozishingiz kerak. Endi siz strelka kitobingiz bo'lmasa, strelkani chizish shart emas. Ta'amun deb turib, tagidan 5 ta fakiha deb turib, tagidan 5 ta nomini yozib qo'ysangiz bo'ldi o'sha narsalarni. So'zlarni tartiblaginki bir foydali jumla tuz deyapti. Al-muslimuna ta'ama bil basmalati yabda'u. Yabda'ul muslimuna ta'ama bil basmalati. Musulmonlar taomni basmala bilan, bismillohni aytib boshlaydi. Shunga o'xshab turib bularni ishtirokida gap tuzish kerak va boshqa so'z ishtirok etmasligi kerak. Shularni prosta tartibini o'zgartirib qo'yish kerak bu yoqqa. Daftarga yozasiz agar kitobingiz bo'lmasa. Savollarga javoblarni yozishlik kerak. Ta'amul mashhurat fi Ramazon. Ramazondagi mashhur ovqatlar nima? O'shalarni yozasiz. Summa so'zini mulohaza qil deyapti bu yerda. O'rganib chiqish kerak summa so'zini. Masalan, summa nastaxdimu, summa litartib, tartib bilan. Astayqizu summa aghsilu wajhi, summa atanawalu ta'ama. Uyg'onaman, so'ng betimni yuvaman, so'ng ovqatlanaman deyapti. Shuni pastdagi jumlaga o'xshab tuhaddiru ummi ta'ama, summa yu'azzinul muazzin, summa deb davom ettirish kerak. Onam taom tayyorlaydi, so'ngra muazzin azon aytadi, so'ngra deb turib ovqatdan boshlaymiz deb yozishlik kerak. 5 ta gap tuz deyapti bu yerda. Xomsa jumal 5 ta gap tuzish kerak, shularning ishtirokida. Indama degani qachonki degani. Xo'p, buni qachon ishlatamiz? Qarang. Ikkita fe'l kelib qolganda, mana ma'a fi'layni ikki fe'l bilan birga kelganda, yuhaddisani fil vaqti bir vaqt o'zida o'sha ikkita fe'lni ishlatish uchun. Masalan, tabda'ul istirahatu indama yantahi dars. Dam olish boshlanadi, dars tugaydi. Bir-biriga mos tushmaydi agar indama bo'lmasa. Ha, demak tanaffus dars tugagan vaqtda, dars tugaganda boshlanadi. Yoki bo'lmasa qachonki dars tugaganda tanaffus boshlanadi. Bu qachonki degan o'zining ma'nosi gapda kelganda ganda deb tarjima qilinadi. Masalan, yantahi dars tugaganda. Xo'p. Aghsil wajhi indama astayqiz. Buni ham o'sha indama so'zini qo'yishlik kerak. Uyg'onganimda yuzimni yuvaman. Indama shuni orasiga tushadi. Shularni shu yerda berilgan gaplarni gap qilishlik kerak. Indamani qo'shib, qachonki so'zini o'sha qo'shimchani qo'shib.
Nasumu indama. Ro'za tutamiz qachonki Ramazon oyi kirib kelganda. Peshin namozini o'qiymiz qachonki o'sha peshin vaqti kirib kelgan yoki obeddan keyin deb yozsangiz bo'ladi. Gap turishi kerak. Bu yerda muhtaviyatul fiqra, fiqrani bo'limlari, tashkiliy qismlari. Ma davlatki davlatingizni yozasiz. Ramazon kunlarida nima qilishingizni yozasiz, nima ichishingizni, nima yeyishingizni, mashhur ichimlik va yeguliklarni yozish kerak. Bu Ramazon oyidagi maza tafa'alu ba'da iftor. Iftordan keyin nima qilishingizni yozib qo'yasiz bu yoqqa. Bo'ldi, shu bilan bu yoq qismi shart emas, keyingi dars boshlanadi.